Mubina sizga Telegramdan ссылка tashladim. Mana shu ссылkani ochib ko'ring. Nima bu? Kiringchi. Kirdim. Hech narsa ochmadimi? Yo'q. Hech narsa ochmadi-yu, lekin men sizni bildirmay rasmga oldim. Qoyilmisiz? Qanaqa qilib? Xullas mana shunaqa bitta ссылка tashlab, do'stlaringlarni hayron qoldirsanglar bo'ladi. Hozir shu narsani hammaga o'rgatamiz. Undan oldin nima qilish kerak? Bu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish kerak. Videoga hali ham like bosmadingiz-ku, tez like bosib qo'ying. Bu narsadan keyin do'stingiz miyasi aniq portlab ketadi. Unga shunchaki ссылкani yuborasiz, uni rasmini bildirmasdan olasiz. Hozir bu narsani sizga o'rgataman. Videoni oxirigacha ko'ring. Do'stingizga xuddi shunaqa prank qilishingiz uchun sizga bir dona bot kerak bo'ladi. Bot ссылкасini olishga olasiz. Kommentariyada bot so'zini yozib qoldiring yoki Telegramga kirib ilova Xso'z bot botimizni topasiz. Botimizga kirib boshlash tugmachasini bosasiz. Mana shu joyga bosasiz. Eng tagiga tushirasiz. Keyingi qatorga o'tasiz. Keyingi qatorda eng tagida prank joy bor. Mana shu joyga bosib, bemalol shunaqa prankni do'stlaringizga qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari mana shu videoni ko'rib turgan har bir inson mana shu virtual olam shlemini originalini tekin yutib olishi mumkin. Shunchaki mana Hoji Akbar Mo'minov Telegram kanalimga kirasiz. Qotirib qo'ygan mana shu postimga bosasiz. Shu post tagida prinat joy bor. Xuddi shu joyga bosadigan bo'lsangiz, bemalol mana shu konkursda qatnashuvchi bo'lasiz. Boshqa hech narsa qilishingiz shart emas. Kanalda aktiv bo'lib tursangiz bo'ldi. Videoni hozirroq barcha yaqin do'stlaringizga jo'natib qo'ying. Kommentariyada bo'lsa qanaqa telefon ishlatishingizni yozib qoldiring. Bu videoni storiesga ham qo'yib oling. Profilimda bundan da zo'r videolar bor.